Salom do'stlar, sizlar bilan men Nasriddin. Bugungi videomizda bizlar kafexona dom qurdik, metlarda uylar qurdik, mana bunaqa yangi uy qurdik va metda esa politsiyaxona qurdik. Endi biz armiya uchun joy qurmoqchimiz. Sizlar bilan Nasriddin. Kanalimga obuna bo'lib qo'yib, like va obuna bo'lishni unutmang. Sizlarning bu bunaqalaring men uchun kerak. Juda ham kerak. Iltimos like va obuna bo'lishni unutmang. Bugungi videoda biz armiya quryapmiz, to'g'ri armiya. Bu yerga odamlarni o'zlari kelishadi. Hali bu yer qurib bitkazdirilmagan shaharligi uchun hech kim kela olmaydi. Qishloq ham yo'q bu yaqin orada, o'shaning uchun nachora hech kim kela olmaydi. Bu yerlarda daraxt yo'q. Bog'da alohida quramiz. Har bir shahar bo'lsa, shaharda daraxtni yo'lda o'rtasiga hech kim ekib ketmaydi. Keyin biz metrolardan bunday qilgan joy quramiz. Mana armiya bo'lish mumkin. 3-jahon urushi boshlanyapti yaqinda. Ikkinchi jahon urushi shunga bunaqa bo'lyapti, nima deydi? Bunaqa bo'lyapti. Davlatlar har bir-biriga biz davlat uyush kerak. Har bir davlat o'z-o'zicha maqtanyapti o'zlariga qarata. Mana shu yer kattakon eshik, hech kim kirmaydi. Kirgan bo'lsa ham aholilarda ichidan kirib qolsa o'ldiriladi-da. Bu branjilet hujum qilisha olmasliklari mumkin. Hamma bombalarni yig'yapti, hamma zaxiradagilarni. Boshqa davlatning prezidentlari o'ziga alohida versiya ochib, bu boshqa versiyalarga hujum qilmoqchi hakkerlar bor. Lekin bu davlatning prezidenti hali odam qo'ygani yo'q. U davlatlar kuchayyapti. Ungacha biz ham armiya quramiz. Ko'p ma'lumot kelishtirlaringiz keyingi video. Sizlar so'ragandek bo'lishi mumkin. Komment yozishni unutmanglar. Qo'lim qiyiqda suv tegmasin. Ko'z tegsa to'g'rilam qoladi. Mana bizning baza kattakon bo'lib chiqdi. Xo'p. Mana bu yerdan askarga uy beramiz. Chunki askarlar ham yashashlari kerak-ku. Mashqdan uy beramiz askarga. Hech narsani ko'rmaganda 4 oynak ichida o'tiramaydi. Ko'rib turadi, faqat oynakni olishimiz kerak. Oynaga olishimizga to'g'ri keladi. Mana qaranglar, mana bu yerlarga oynakdan qo'ysak, mana oynak bitta askar qaraydi. O'zi askarga umuman oynak kerak emas. Tomog'im qirillab qolibdi. Sizlar uchun yaxshi video chiqara olmayapman. Bilmayman nimalar bo'lishi kerakligini. Lekin men tektish qayerdan keldi? Pastiga ham himoya. O'shaning uchun mana shunaqa bloklardan quraveramiz. Jimlik saqlaymiz. Ding. Tezlik bilan uramiz bu yerlarni, chunki bu yerlarda do'stlar, mana bizning joy yana bu yerga o'tiroq qolmaydi, chunki yerni ham buzamiz. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mana bu quryapmiz. Tepasi ochiq qoldi. Mayli, tepasini ham bekitamiz hozircha. Ularga hali forma ham taxlash kerak. Qancha ish bor degandek.
Axir bular unaqaki o'zlarini bazasida o'zlari xohlagan shunaqa yotishadi, yotishmaydi. Farqi yo'q ular uchun. Yangi askar olyapsan, ham sharoit qurdikandek gap. Davay, bularga oshpaz kerak emas. Har kuni bularga ovqat olib kelib beramiz. Qo'riqlashayotganliklari uchun hamma unaqalar ovqat olib berishadi. Mana bu yerdagidek qilib qo'yamiz, chunki bu forma. Mana bu ham kerak emas, hozirchalikcha mana shu narsalar uyga birinchi o'rinda divan kerak bo'ladi bularga. Keyin bu kerak bo'ladi, keyin jichchagina mana bu kerak bo'ladi. Mana bunda ham kerak bo'ladi, chunki narsa yasab o'tirib qolishlari va zerikmasliklari uchun. Divan bitta. Bular 2 kishi bo'lib yashashlari ham mumkin. Bular 2 kishi bo'lib yashashadi. O'rtoqlari bilan do'st bo'ladi degan umidda bo'lamiz va o'rtalariga kelalariga ham alohida pechka urishib qolishlari mumkin. Men ovqat pishirib turgandim-ku deyishib, mana shunday qilamiz. Va yon tarafga bundan ham qo'yib qo'yamiz. Hozirchalikcha qaysi blok kerak bo'lmayapti. O'ynaydi, nima kerak bor o'ynak. Hozir biz endi jichchagina kitob olamiz, chunki ular kitob o'qishni xohlashlari ham mumkin. To'g'rimi? Jichcha kitob o'qishlari uchun mana 2 kitoblarni taxlab qo'yamiz. Mana shu yerda kitob o'qishaverishadi. Metlarda esa bunday yana bitta yastak. Bu yerda ko'proq kitob olib ketdi. Xatolik mana. Teng qurildi va biz hozir chiqyapmiz. Mana uy. Даже bet uy bas. U yer yaxshi qurildi. Bitta joy ko'p askarlar olinadi, faqat galma-galdan qurib turishadi. Mana do'stlar. Bet. O'rta joy betda qishnaz bu yerda hamma o'zi bilan olib kelgan narsalarni yedi. Narsa olib kelmagan bo'lsa yemaydi. Olib kelingan oziq-ovqatlar mana shu yerga saqlanadi. Bunda bombalar ham. Va ular chiqishi uchun mana bu yerdan joy tayyorlab beramiz. Chunki ular tepani qarab turishadi. Bu yerda aholini yashata olishmaydi. Yashashsa ham ko'chaga ko'p yotoqlar qo'yib yashashlariga to'g'ri keladi. Boshqacha iloji yo'q deyishadi. Chunki axir bu armiyada qishda hamma narsa qolishi mumkin. Mana mana shu yerdan kuzatadi. Qo'riqchiga ham endi oson bo'lmaydi kuzatib o'tirish, zerikarli. Lekin bu yerni yaxshiroq qo'riqlashlari to'g'ri keladi. Qamoqxonaga o'xshab qoldi, to'g'risini
aytsalaring ham bo'ladi, lekin bet o'sha bunaqa nimalikda joy. Bu yerga zina bilan chiqiladi, mana bu yerdan, o'zlarini tarafidan. Bu yerga nima kerak bor? Xavfsizlik birinchi o'rinda deyishgandek. Bu yerda ding mana qochibmiz. Chunki zombilar ham kira olishmaydi degandek ding. O mana xursand bo'lishdi. Rus tipasining yopib qo'yib bu yerga qo'riqlash uchun, ko'rishlari uchun narsalar qo'yamiz. Ishlamasdan. Hop. Ana o'zlari trafiga fakirlarni qo'yib. Bizga nima kerakligini bildilaring, xo'p do'stlar. Bu yer o'ta yaxshi bo'ldi, faqatgina mana bu tarafga hech narsa kerak emas. Bu tarafda mana shunday ko'tarib mana hozir biz mayya joyda qurdik. Даже faqat mana bu kamroq joy tegsa mayli. O'tinglar, axir ular kuchli bo'lishadi-ku. Shuni o'ylamoqmiz, devorga o'xshatib qo'ydik. O'rab qo'yamiz, chunki ovqatlarimizni xavfsiz saqlaymiz. Juda ikkala tarafga ikkitadan va mana do'stlar. Haqiqiy joy faqat bu yerni kirishroqini sal boshqacharoq qilamiz. Mana devorga o'xshatib qo'ysak mana bo'ldi. O'ta yopiqroq bormaylik. Fakilla qo'yib chiqamiz, chunki bu yerlarda hech qanaqa odamlar yura olmasliklari kerak bo'ladi. Keyin bizning o'zimizni o'ynaqamizga bu yerga yana nimalar qurishimizni aytinglar. Biz albatta sizning agarda kanalimga obuna bo'lib aytgan bo'lsangiz men ko'raman. Va bugungi videoga mana haqiqiy joy va video tamom. Sizlar bilan nasib